Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Parvardigor. Mana shu joylarda yaxshi niyatlar bilan oshxonani ochishibdi o'g'illari. Ilohiy niyatlariga yetsin. Ovqatlari yurishga manzur bo'lsin. Mana shu yerda tavallanib ovqatlarni yeganlar rozi bo'lsin. Ularga Xudo fayz baraka berib xaridorlari ko'paysin. Yuzlarini yorug' qilsin. Hech kim norizo bo'lmay, xursand bo'lib chiqsin bu joylardan. Amin. Allohu akbar. Baraka bersin. Baraka bersin. Ovqatlari shundan mazali ekan. Rozimiz mana shu yeb ichdik, endi bor ibodat qilamiz Xudo xohlasa. Duo qilib. Alhamdulillah. Xonalar pokiza, shinam, chiroyli, ozoda joylar ekan.